Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimiz tandir o'rnatish bo'ldi. Ko'rib baho beraverasizlar. Kimga shunaqa tandir o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Novvoy akamiz tandirlar cho'tka o'rnatib berdi. Rahmat. Qanday aka, ishimizdan qoniqdingizmi axir? Ko'nglimdagidek qilib cho'tka o'rnatib berishdi. Gap yo'q, qo'llarda ko'rmasin. Narxlarni aytamiz endi. bu tandirimiz narxlari o'rnatib berish xizmati bilan Sirdaryo viloyatiga Oqoltin tumaniga bo'ldi, 10-sovxozga 2 million 300 ga bo'ldi. Viloyat bo'ylab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, mana tandirni ko'ringlar akalar. Sirdaryo viloyati bo'ylab dastavkasi hamma yo'g'i ichida 2 million 300 ming so'mdan mana shu tandirlarimizni quryapmiz. Hozirgi qurgan tandirimiz 80 ta 90 talik tandirimiz razmerlari mana ko'ryapsizlar. Garilkalarni ko'rib, mana ichlariga baho berasizlar. Olovlarni yoqib berdik. Mana bularning garilkalarimizni ham ichkariga kirgizib, Novvoy akalarimizga xalaqit bermaydigan qilib, ixchamgina qilib tayyorlab berdik. Kimga mana shunaqangi sifatli tandirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Sirdaryo viloyati bo'ylab mana shu bir xildan narxda. Katta kichik farqi yo'q, 2 million 300 ming so'mdan olib borib o'rnatib berish ustanovkasi ichida.